Yolda oyunda yutamizni yutqazamizmi bunisini bilmayman. Buni Alloh biladi. Hozir Real Madridga qarshi o'yinimizda kim yutishini ijodini hech bo'lmasa kommentariyada izohlaringizni qoldirib ketinglar. Men o'sha gapirmayman ba'zi sizlar kommentariyada portlatlar bo'lishi yetadi bizga YouTube'dagilar domenimizni ham to'g'rilab olmasa. Olaman ultimatlar bitta hozir 5 bo'lamiz. Ultimat bo'ladi. O'zgartirib olaman. Beşiktaş hozir ularniki esa 4-1-2-3. Hozir unda o'yinda Valverde yo'q, keyin Valverde deyapman. Valverde bor ekan jaroh, u urushganlarda hech o'ynayman. Kim yo'q? Topingchi men sizlarga topolmasalar men o'zim aloqaga chiqib topdilaring deb aytaman. Agar ulash bo'ynida mana yutganga dollarlar 10 tanga degandim. Men 10 tanga emas, mana yutganga 10 xos beraman. Faqat shartlari menga obuna bo'lishlaring kerak va menga like va hamma videoyimda kommentariy yozgan bo'lishlaring kerak do'stlar. Tiago'dan top. Batutani sotganda judayam xursand edim. Hozir Rezaguetdan judayam tezligi 3 ta kam, 2 ta kam. Endi 3 ta kam, endi anqada uning faqat tezligi bizlarga xalaqit deyapti. Boshqa hech narsasidan menga befoyda. Tiago pas bo'ldi. Tonali gol uryapti do'stlar. Ultimate to'pni surib topib boryapti. Yaxshi vaziyat Ultimate'dan. Lekin ham hech narsa demayapti, chunki Real bo'lishi Telisda ham bilinyapti. Yana bir bora yangi Ronaldo Sandro Tonali ham yaqinda sotgan edim. Ikki sotgan. Birinchi kun qora kartochkani sotib olgandan keyin undan bir ikki kun o'tgandan keyin esa Sandro Tonali yo'q, bunday bo'ldi. Qora kartochkani ochdim. Batistuta tushdi. Batistuta tushgandan keyin bir kun o'tgandan keyin men Sandro Tonali'ni sotib oldim. Sandro Tonali mana tarkibim chiroyli tarkib. Hozir Twitter Sandro qo'ydi. Rodrigo o'ldirib qo'ydi va Tiago
Thiago pas berdi, Batistuta yaxshi paslar berdi. Yaxshi Aldo bo'ldi, o'zida ozgina Aldo bo'ladi. Roberto Martinez, Garnacho, Thiago pas berdi, Igor Thiago qaytardi, yana pas berdi, yana qaytarib, yana gol urdi Suarez. Qaro stopni tashlab bermoqchi oldirib qo'ydi. Batistuttaga yana Thiago pas beryapti. Yana Thiago pasini qulay gol aylab berdi. Beshinchi gol bilan. Hozir 5-0 gol. Batistuta Batistutaga gap yo'q. Bir Batistuta tanlab bo'lardim, tanlayverdim. Batistuta yana Batistuta bilan boradi, almashtirdi. Qaytarish ko'rdilar. Himoyachilar qaytaradi, to'g'ri emas. Bitta barita boramiz do'stlarga ko'rayapti. Mashinamiz bir gapiryapti. Bittasi barita bor emas. Himoyachilar va ozgina xato ketib qoldi. Batistutani zarbalari hozir Batistuta to'pni olishga harakat qildi va Garnachoga pas berdi. Garnacho olmadi. Garnacho to'pni olib qo'ydi. Garnachoda yaxshi hujum oldirib qo'ydi. Batistutaga yaxshi pas berdi. Korner kick bo'ldi do'stlar. Ukrainlar Tudaliga bordi. Tudali xato qilib qo'ydi. Tudali va Real Madridni 5 golga urlab tashladi.